Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bo'kani Bo'kasida yana bitta xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Bu joylar asli chorvachilikka juda zo'r joylar. Hozirgi kunda mana shunaqa joylardan chorvachilik qilaman deb joy izlab yurgan akalarimiz juda ko'p. Mana suv keladi, ekin ekish maydonlari mana yam-yashil sug'orilgan. Ko'pchilik kommentariyada yozar ekan, bu yerda hayot yo'q, yashab bo'lmaydi, bu. Agar bu yerda hayot bo'lmaganda men yam-yashil narsalar bilmayman qayerdan paydo bo'lar. Mana ariqlarda suv. Mana suv. Xonadonimizni boshlanishi mana shu yo'llardan kirib boriladi. Mana shu hammasi bu tomoni shu xonadonga qarashli. Umumiy maydoni 1 gektar 40 sotik. Xat hujjatlari hammasi joyida. Kadastrlari, chizmalari hammasi bor. Mana bu ekin ekilgan maydonim hammasi o daraxtlargacha. 3 ta xonali uyi bor. Ichiga kirib bemalol yashaydigan holatda kelasiz, bemalol yashaysiz. 1 gektar 40 sotik. Hozir ana ichki tomonlarini borib ko'rsatamiz. Mana suv kirgan. Sug'orilgan. Suv keladi. Bilib bilmagan og'izga kelganini gapiraveradiganlar, sizlar avval mana shu yerdan shunaqa bir uy olinglar. Keyin gapiringlar. Chegara qismi. Mana bu shlaka blokdan qurilgan mana shu zdaniyalar, molxonalar ham hammasi mana shu xonadonga qarashli. Mana bu garaji, mashina qo'yish uchun. Endi buni hududi juda katta-da. O pastda, o daraxtlar. Bu tomonida hammomi, tandirxonasi, mana asosiy binosi. 3 ta xonasi bor. Hozir ichlarini ko'rsatamiz. Bu yerlarda gaz yo'q. Gaz ballon tarqatiladi. Ichimlik suvi bor. Mana ekin ekish maydoni kattaligini qarang. Bu yoqlarga beda ekilgan. Chorvachilik qilaman desangiz, aka, mana shu joyda o'zidan sizni chorvangizga yemish chiqadi. Mana bedalar ham shu ikkinchi o'rim. Mana shu yerda ariq o'tgan. Shu ketgan o pastda. Mana shu mollar ham mana shu xonadonga qarashli. Agar mana shu xonadonni sotib olaman desangiz, mana shu mollarni ham shu joyida begona qilmasdan kelishib sotib olsangiz bo'ladi. Toshkent shahariga Qo'yliqgacha 75 kilometr. Bo'kani markaziga 24 kilometr. Mana yaqindagina sug'orilgan, mana loy bo'lib turibdi. Mana bu yoqda o'zi iste'mol qilish uchun pomidor, bolgarskiy oshqovoq ekilgan. Mana bu tomonlar polni beda hammasi. O pastda qamishzorlar, bilmayman necha metr chiqadi. Mana shu hammasi chizmaga kiritilgan, kadastrda bor. Eng yaxshisi, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelib turib, ko'zingiz bilan ko'rib, kadastr hujjatlarini ko'rib, joyida savdo qilganingiz yaxshi. Bu xonadonimizga so'ralayotgan hozirgi narxi 40 ming AQSh dollari. 1 gektar 40 sotik. Yana kelishadigan joy bor akalar. Sunnatiga o'tib beradigan joy bor. Hozir uyning ichlarini, xonalarni bitta ko'rsatamiz. Mana bu bitta xonasi, katta. Voy, kenay nima qoladi dedim, mana qoladi dedim. Mebellar qolar ekan mana ichida. Lekin salqin ekan. Konditsioner kerak emas ekan-a?
Tak, bu yoqda mana bitta kirganingizda, bitta xonasi bu tomonida. Mana yana bitta xonasi. Xonalari holati yaxshi. Bitta asosiy binosi, 3 ta yashaydigan xonasi bor. Mana bu joyda mazza qilib tomosha qilib o'tirasiz mana. Bitta durbina olsa ko'rib o'tiradi. Gaz balon bir oyda bir keladimi aka? Necha kunda keladi? Gaz balon keladi, bir oyda bir marta keladi. Orqa tomonlarini ham hozir ko'rsataylik. Endi hududi katta, ancha katta. Iloji bo'lsa kelsangiz, o'zingiz erinmasangiz, oladigan bo'lsangiz, aylanib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mevali daraxtlari ham rosa ko'p. Hozirgi kunda so'ralayotgan narxi xonadonimizga 40 ming AQSh dollari. Boya aytganimdek, yana kelishadigan joyi bor.